Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana yangi yengilgina ishimizni boshlab oldik. Yangi mashina hali yurmagan. Issiqayotganligi sababli dishinglarning orasiga zazor paydo bo'lgan. Plastmassalari ham, bezillari ham yaxshi emas. Shu oxirgi 23-yil yig'ilgan mashinalardan biri bu. Yaxshi sifatli yig'ilmagan. Shu sababdan zazorlarni to'g'rilab beramiz. Eshiklarning orasi juda ham ochiq. İki tarafı ham shunday. Bir tarafı juda ham ochiq. Ochiqlik sababli suv kirib ketish ehtimoli juda yuqori. Matviy chaslarni ham almashtirib beramiz. Arqa eshiklarni ham zazorlar ochiq holatga qo'ygan. Bu taraf juda ham ochiq. Zazorlarni to'g'rilayman. Bir kun vaqtimiz ketib qoldi. Sababi sal injiqroq. Tashqi qilinadigan joylari bo'ladi. Taxlanadigan joylari bor. Shuncha vaqt sal ko'proq ketib qoladi. Mana arqa eshiklarniki. Zazor qoladi. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar.